Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mashinamiz elektrokar Audi e-tron 55 Quattro. Mashina ichidan ajoyib, go'zal. Menga juda ham yoqdi. Selektor. Ajoyib qilingan. Do'stlar, bu mashinani hujjatida zapas xoda 515 km yozilgan. Yo'q, adashibman, 515 emas. 436 km yozilgan. Kamerani qaranglar. Realni xoda 400 km gacha bo'lsa kerak. Bitta kameralari bor. Do'stlar, o'zim orqamda o'tirdim. Masofa juda ham ko'p. Operatorimiz kontent yaratyapti. Old tomonda shunaqa ko'rinadi. Do'stlar, Koreyadan butun dunyo bo'ylab istalgan mashina yuborish imkoniyatimiz bor. Aloqaga chiqinglar. Kerakli avtoni topib beramiz. Do'stlar, bu mashinamiz Audi e-tron 55 Quattro. 20-yil 7-oy. 75.000 km yurgan. Koreyada narxi 45.900.000 won. Sal turib dollarda ko'rsatib qo'yaman. Avto o'ta go'zal. Shu probegiga baland qilgani. Lekin zo'r. SNGlarga rastamoshkasi arzon chiqadi bunaqa elektrokarlarni.